Biz O'zbekistonda fuqarolari bor Amir Temurni zotidanmizda nimaga o'zimiz xarab qilaveramiz? Kecha internetda ko'rdim men. Buni qara. Srogini qara. 2026 12-oygacha qara. Bolalar bilan hozir men sport o'ynadi, ishlaydi desam, buni qara. Bu nima bu? Bu nima bu? Bu nima bu? Nima bu? Mo'la qara. Na teshigi ham yo'q ekan buni, bu qara. Shu o'zimiz xarab qilishimiz shartmi shunaqa? Buni gayiga necha marta, 2 marta ishtirab to'laganman men. Bu nima bu? Bu nima? Ichiga albasirmi nima bu? Unmi, kukunmi? Nima bu? Bu agnatoshitel bas. Bu короче borib agna malatok deb yuritamiz buni. Mabodo yong'in bo'lib qolsa bu o'chirmaydi, faqat oynani sindirishga ishlaydi xolos. Bu nima qiladi buni? U suroylari bor, O'zbekistonda xalqi. Buni tekshirayotgan odamlar bormi o'zi tepada? Nimaga buni sovg'aganmiz? Buni prosta yo kilogrammini ko'tarish uchun, mashinaga ortib olib yuklash uchun qilmaymiz-ku buni. Buni kim chiqargan o'zi bu? Bunga necha marta ishtirab to'ladim axir men. Bormi shuni tekshirayotgan